Ha, va nihoyat 27 qishloqqa yetib keldim. Eh, Men bu yerda albatta qasosim olaman. Bu yerdagi barcha qishloqlar va o'yinchilarni o'ldiraman va Dennidan ham qasos olaman. Eh, Unda bu yerdagi hammani o'ldiraman. Xo'sh, mana men shahardan ham kelyapman. Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan men Denni va men hozirgina shahardan keldim. Xo'sh, stop, bu yerda nima bo'lyapti? Xullas, senlar men aytgan barcha ishlarni qilasizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerga o'zi sizlar nimaga keldinglar? Bizga chaqiruv bo'ldi va qishloqda odamlar yo'qolishni boshlabdi. Nima? Manyakmi? Xullas, rostakamiga manyak bu yerda bor bo'lishi mumkin va aynan sizni oldingizdagi uyda manyak yashayotgan bo'lishi mumkin va biz bu yerni tekshirishimiz kerak. Shuning uchun men keldim. Lekin mana ikkitalari umuman meni aytganlarimni tushunmayapti. Yordam bera olasizmi? Ha, albatta. Xullas, ichkariga kiring. Denni, iltimos ularga ayt. Janob, menda guvohlar bor. Shuning uchun men xohlaganimni qilishim mumkin va siz mana shu yerda qolasiz. Men hisobotni topshirgunimgacha. Tushundingizmi? Xo'p, mayli. Denni, iltimos, lekin ularga ayt. Menga tegishmasin. Janob, xullas siz tekshirishga yordam berasizmi? Ha, albatta. Xo'sh, bu yerda stolni ostida yo'q, divonni ham ostida yo'q ekan. Xo'p, shkaflarda ham yo'q hech nima. Ha, mayli. Janob, to'xtang. Mana katta shkafni ichini qarab ko'ring-chi. Xo'sh, bu yerning ichida ham hech narsa yo'q. Xo'sh, shkafni ostini ham qaraymiz. Nima? Shkafni ostini qaramanglar. Iltimos, shkafni ostida meni muhim narsalarim bor. Baribir qarashimiz kerak, janob. Qarab yuborasizmi ostini? Bu yerda qandaydir eshik bor ekan. Bu yerda shunchaki omborxona bor. Bu yerga kirmanglar. Iltimos, bu yer juda ham badbo'y. Yo'q, janob, baribir kirib tekshirishimiz kerak. Xo'sh. Sizda kirka bormi, janob? Albatta, kirka bor. Xo'sh, hozir bu yerni kovlaymiz. Bug bo'lib qoldi shekilli, ha? Janob, kovlab bo'ldim. Unda tushaman hozir men ham. Mana yo'l. Yaxshi, unda pastga tushing. Men ham pastga tushaman hozir. Mana tushdim men ham. Mana men ham tushyapman. Nima? Bu yerda manyak borligi menimcha rost shekilli do'stlar. Bu yerda odamlarning suyaklari. Nima bo'lar ekan? Nima? Bu yerda odamlarning suyagi qon. Menimcha bu yerda aniq manyak bo'lgan. Tezroq tepaga chiqishimiz kerak. Tepada manyak qochib ketishi mumkin. Tezroq chiqishimiz kerak. Qani tezroq yuring. Mana men ham chiqyapman. Tezroq chiqing. Mana boryapman. Nima? Bu yerdagilarni ham o'ldirib ketdimi manyak? Bo'lishi mumkin emas. Endi nima qilamiz? Bu yerda qon izlari bor ekan. Qani mana shu yerda ketgan bo'lishi mumkin aniq. Qani tezroq yuring. Bo'lmasa u qochib ketishi mumkin. Mana yuguryapman. Yomon charchadim. Tez yuring. Ozgina dam olishimiz kerak. Yo'q, tezroq borishimiz kerak. Mana senga. Sen vazifani yaxshi bajarding. Janob, siz aytganingizdek qildim. Yaxshi. Unda mana bu pullarni ushla. Rahmat. Xullas, endi ketishing mumkin. Ishing tugadi.